Do'stlar, Samarqanddagi obyektimizni bitirib oldik. Xudo xolasa, mana panel variantida qilib berganmiz. Ha, bu yerda ustiga bront otilgan po'kakdan bo'lgan. Issiqdan sovuqdan 100% saqlaydi. Ustiga jiddiy travertor berganmiz, polirovkali variantda. Bu yerda 3 sloy polirovka, 2 sloy lak bo'lgan. Bliskilari ham afshim gap bo'lishi mumkin emas. Kimgadir mana shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar, ishlaringizni chiroyli va sifatli qilib bitkazib beramiz.